Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men onamga barchaki yolg'on gapirgan bo'lsam, o'zing kechir Allohim. Otamga xat qaysiki gunohim yoki yolg'on gapirgan bo'lsa ham o'zing kechir Xudoyim. Ana endi niyatga kelsak, men Qur'oni Karimni o'zbekchasini va arabchasini yodlab jannatlarda tojlar kiygizishni orzu qilaman. Qoriya bo'lsam-u, ota-onamni jannatlarga olib kirishimni xohlayman. Buvamni ham jannat suvlaridan ichirishni va jannatga olib kirishni xohlayman. O'zim hozir ingliz tili kursiga boryapman. Xudo xolasa, IELTSdan 9 olish niyat qildim. Ukalarim ham buvim va ota-onamni jannatga olib kirishi va o'z qo'llaridan suvlar ichirishni xohlayman. Eng katta xolamga rahmat deyman va Xudo xolasa hammalarini to umrimning oxiriga qadar xizmatini qilaman. Ular menga ota-onam yo'qligini bildirmadilar. Ular menga ota-onaning mehrini his qildiryapti. Men bola bo'lib ularni ham dunyosini ham oxiratini jannatga aylantiraman. Nuriddinova degan qizimiz ekan. Boringga shukr qizim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men onamni juda sog'indim. Men ularni qaytib kelishini juda ham xohlardim. Onajon, sizni ko'rishni istardim. Allohim iltimos tushimga kirgiz. Allohim iloyim meni onamni joylarini jannatdan bo'lsin. Qaniydi onam oldimda bo'lganda sizni juda ham yaxshi ko'raman deb meni tashab ketmang deb aytardim. Qaniydi onam o'tib qolmaganda Ka'baga katta bo'lganimda olib chiqardim. Ukalarim qori bo'lib, o'zimiz esa qoriya bo'lib, bir-birimizga mehr muhabbatli bo'lib yurganimizda ota-onamiz yo'q. Hozir esa onam yo'q, xolamga rahmat. Bizni o'stirib katta qilayotganiga. Iltimos Allohim, men o'tib qolganimda jannatda tushib onamni ko'rishni xohlayman. Kavsar Nurxonim, asal qizim, o'tib qolishni orzu qilma hali. Inshaalloh jannatda onajon bilan ko'rishamiz. Faqat hozir emas. Hozir o'limni hayol qiladigan yoshda emassan. Nechaga kirgansan qizim? Kavsarim nechaga kirgan? Ke qizim. Onasi bor ko'ngli oydami? Davralarda yoki to'ydami? So'nggi qator, so'nggi joydami? Orangizda onam bo'lsaydi, farzandlarim to'yin ko'rmagan, nabiralar bo'yin ko'rmagan, hech bo'lmasa 40ga kirmagan, orangizda onam bo'lsaydi, yarim ko'nglim qani. Xudo xolasa unaqa yomon niyat qilmaymiz. Hozir Xudoyim o'lib qolsam-u, jannatga onam oldiga borsam degan niyat qilmaymiz. Xo'p qizim. Hozir katta bo'lsam-u, onam uchun masjidlar qurdirsam, onam uchun hojilar qilsam, onasining nomidan ham hoji qilsa bo'ladi-da. Onamning nomidan hojilar qilsam, yaxshi inson bo'lib, palonchi, onaning ismi nima edi? Surayyoxonning qizi Kavsarnur rosa yaxshi ayol bo'libdi, doktor bo'lib hammani davolayapti-kan desa, onangga jannat bo'ladi inshaalloh. Hozir ashuna niyat qilamiz. Xo'p qizim, inshaalloh. Va'da beramizmi? Ha. Endi uni niyat qilmaymiz, ha? Xo'p, bu bolalarni yana birar kun to'plab turib, bir O'zbegimdagi Ismoiljonga iltimos qilib, bir aylantirib boqqa ham olib borsak bo'lar ekan, bir kayfiyatini ko'tarib, o'ynatib, birar kunga jo'jib turib. Xudo xolasa. O'zbegimga boramiz, birar kun. Nima? Navro'z bo'lmi? Navro'z bo'l. Soyib tilmasiga virus ketib qolmasin. Navro'z bo'l. Uzr. Navro'zga boramizmi? Endi yig'lamaymiz. Qizim o'tir. Ana olsa olsa ekan.